Kunlardan bir kuni Davud alayhissalomning yoniga bir onaxon kelibdi. Yoshlari katta bir onaxon kelibdi-da, "Ey Davud, Alloh odilmi yo zolimmi?" debdi. Davud alayhissalom, "Albatta Alloh odil" desa, "Nega unda bo'lmasa meni urchug'im bilan ipimni bu chorloq, chag'alay olib qochib ketdi. Men u urchuq bilan ip egirib bola chaqamni boqaman, tirikchiligim shu bilanda. Bu endi urchuqni qayerdan topaman? Ipni qayerdan topaman? Odil bo'lsa nega menga zulm qildi?" debdi. Davud alayhissalom, "Bu ishda bir hikmat bordir" deb endi boyagi onaxonni uyiga javob berib, ko'p o'ylabdi-da endi nega bu masalani ko'p tushunib. Oradan vaqt o'tgandan keyin u yerga kemada tujjorlar keldi. Tujjorlar kelib, Davud alayhissalom yonlariga kelib, "Bizni nazr qilgan bir nimamiz bor edi, pulimiz bor edi. Shuni sizga bersak-da, siz buni ehtiyoji borlarga bersangiz. Hani 100 tillo nazr qilganmiz. Shuni bersangiz. Buni bir hikoyasi bor. Buni hikoyasini sizga aytib beramiz. To'fon bo'lib qoldi dengizda kelar ekanmiz. Bu kemamizga suv kirishni boshladi. U qilsak bo'lmadi, bu qilsak bo'lmadi. Hech imkonni topolmayapmiz. Keyin o'tirib hammamiz bitta choramiz qoldi. Yo Rabbiy, bizga o'zing yordam ber. Bizni qutqargin. Agar sen bizni qutqarsang, biz mana shuncha pulni nazr qildik. O'zing bizga yordam qil dedik. Oradan ozgina vaqt o'tib, bir chag'alay og'zida bir urchuq bilan ip olib keldi. Biz boyagi urchuq bilan ipni teshikka shunday aylantirdik, joyiga tushdi. Shunday qilib qutulib qoldik. O'shaning uchun mana shu nazr qilganmiz shuni egasiga bersangiz degan ekanda. Keyin Davud alayhissalom boyagi onaxon yonlariga borgan ekanda. Men senga aytmoqchidim Alloh odil deb. Odil bo'lmasa, dengizni o'rtasida seni rizqlantirib qo'yarmidi? degan ekanlar. O'shaning uchun biz hayotimizda yo'qotayotgan narsalarimiz uchun inson yasharkan nimalarnidir yo'qotadi-da. Topadi, yo'qotadi. Ana shu yo'qotayotgan paytlarimizda ko'p fig'onimiz falak bo'lib, nadomat chekib, isyon qilmasligimiz kerakda, chunki u yo'qotayotgan narsamiz balki biz uchun xayrli bo'lishi mumkin-da. Bizga u yaxshilik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun rozi bo'lish kerak-da. Taslim bo'lish kerak. Ya'ni Allohga taslim bo'lish kerak. Bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, agar sizlar Allohga haqiqiy ma'noda tavakkul qilganinglarda edi, ana shu qush ertalab qanday uchib ketib, kechqurun qorni to'q holatda uyiga qaytayotgan bo'lsa, sizlarni ham Alloh shunday rizqlantirib qo'yardi degan ekanlar-da. Masalan, bir sherni xolesterinim ko'payib ketib qoldi, dieta qilishim kerak deganini eshitganmisiz? Yo hech bo'lmasa bir zooparkdagi o'sha sherlarga qaraydigan doktorlar falon sherni xolesterini ko'payib ketib qolibdi, sal dieta qildiraylik buni deganini eshitganmisiz? Yo ko'rganmisiz? Bunaqa voqea bo'lishi mumkin? Mumkin emas. Nega? Chunki u sher qorni och qolsa ovqatlanadi. Qorni yana ochguncha yuraveradi. Abid qilishim kerak,
kechki ovqatni yeyishim kerak. Tongda uni yeyishim kerak. Tushlikda buni yeyishim kerak. Go'sht yemaganimga uncha bo'ldi, osh yemaganimga buncha bo'ldi deydimi? Demaydi. Uni faqat biz deymiz. O'shaning uchun bizda xolesterin ham ko'payib ketaveradi. Ya'ni bu qorin g'amini biz qorin to'qligida ham qilamiz-da. Muammomiz shunda. Hayvonlar faqat qorni ochganda qiladi u g'amni. Qorni to'qligida bir sher qorni to'q bo'lsa, yoniga borgan jayronga ko'z olaytirmaydi. Insonda u faqat qorin to'qligida ham yeyman deydigan. Ozgina taslimiyat, ozgina xotirjam bo'lish kerak-da bu masalalarda. Chunki Alloh va'da qilyapti. Chunki payg'ambarimiz aytgandek, haqiqiy ma'noda tavakkul qila olsak, shu qush qanday ertalab och chiqib ketib, kechqurun to'q qaytayotgan bo'lsa, biz ham shunday bo'lamiz-da.